Hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xitay yürgüzüb atqan irqiy qırğınçılıqның 12 illigini ayıplab axbarat e'lon qilib, ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashdi. Axborotda mundaq deyildi: Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti, Şərq Türkistan Milliy Harakati və Şərq Türkistan Milliy Fondi Cəmiyyəti birlikdə Xitayning Şərq Türkistandakı Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq və başqa Türkiyə xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligining 12 yilligini ayıpladı. Beijing 2014 yılı 23 may günü atalmış terrorluğa qarşı xalq urushini başlatgandan buyon 12 yil o'tdi. Irqiy qirg'inchilik 13 yiliga qadam qo'ydi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistanda yüz berayotgan qilmishlarning ayrim bir kishilik huquq masalasi bo'lmasdan, balki bir mustamlikachi kuch tarafidan bir davlatning davlat xalqining qasddan yo'qotilishi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy tarafidan yangi zamin degan ma'noni bildiradigan Xinjiang deb atalgan Şərq Türkistan 1949 yılı 12 oktyabrda Xitoy Xalq Cumhuriyeti tarafidan besilganda mustaqil bir davlat edi. 76 yillik ishg'oliyat jarayonida bu mustamlikachilik ig'irlashib irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bu faktlarning to'liq isbotlanganligini va talash tortish talab qilmaydiganligini ta'kidladi. Beijingning o'zining 2020 yillik aqtashliq kitobida 2014 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda Beijing tarafidan kasbiy tarbiyalash markazlari deb atalgan jazo lagerlariga 8 million odamning qamalganligi bayon qilingan. Xitoyning o'zining 5 yillik planida 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan aralıqda 13 million 750 ming ish kuchini majburiy emgak uchun yo'tkash mo'ljallangan. 2026 yılı yanvarda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda dokladçıları ameliy sonning hatta bu mo'ljaldanmi eşib ketadiganligini, buni insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadigan qul emgakiga silish bilan barobar bo'lishi mumkinligini ogohlantirgan. Mo'ljallanishicha, har yili 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur va boshqa Turkiya yoshlar organ etkazchiligi uchun organlari sug'urib olinib o'ldirilgan. Konservativ mo'ljallarga asoslanganda 2014 yildan buyon jami 300 mingdan 600 minggacha Sharq Turkiston xalqi organlari uchun o'ldirilgan. 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolasi oilasidan ayirib etilgan. 100 mingdan Uyg'ur ayollari majburiy tug'mas qilib etilgan. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri hamda Sharq Turkiston Milliy Harakatining raisi Salih Xudoyor Dünya bu jinoyatga ism qo'ydi, ammo uni to'xtatish uchun hech qanday ahamiyatli ish qilmadi. Bu jinoyatni keltirib chiqarayotgan Xitoyning mustamlikachi ishg'oliyati saqlanib qoladigan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirg'ili bo'lmaydi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistanның faqat bir insonparvarlik izohatı emas, balki Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali iqtisodiy, harbiy va geopolitik kengayimchiligining ul tashi ekanligini ta'kidladi. Ishg'ol qilingan davlatning o'g'irlangan neft, gaz, uran va oz uchraydigan tuproq minerallari Beijingning urush mashinasini oziqlantirmoqda va hamma yerdagi erkin davlatlarga tahdid solmoqda. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistanның mustaqilligini asliga keltirishning faqat axloqiy burchli emas, balki strategik bir zaruriyat ekanligini aytdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti xalqaro jamiyatni Şərq Türkistanni qonunsiz ishg'ol qilingan davlat deb tanishga, Xitoyga qarata majburiy kuchga ega iqtisodiy va diplomatik jazo yurgizishga, majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan barliq mollarni import qilishni cheklashga hamda Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı mustamlikachilikni tugatish alayda komitetiga sungan iltimosini va Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan shikoyatini qo'llashga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur raisi Doktor Məmtimin Alo Əpəndi, haraketsizlik bu rezillikni oxirlashtirolmaydi. Bu faqat Xitoyni texmo jur'atlantiradi. Qoidani asos qilgan tartibga, irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikni oxirlashtirishga jiddiy qaraydigan har qanday hukumatning Sharq Turkiston xalqi bilan bir safda turish uchun to'liq qonuniy, axloqiy va strategik sabablari bor dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning o'z xalqining mavjudligiga kapolatlik qilishning birdan-bir yo'li ekanligini va sukutga petayotgan har bir hukumatning sukutining o'zini mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan bir safda deb e'lon qilgan bilan barobar ekanligini yana bir qatim ta'kidladi. Hukumatning mazkur bayonoti har xil axborot vositalarida farqli kunlarda tafsili bayon qilindi. Vatan insoniy haq va huquqni kapolatga ega qiladigan makondir.
Vatan mushxil vazifga sazovor bo'lish sifati bilan o'rlikning, haqiqatning va adolatning yashamgohi, ko'klam zamini, biliqning suvdan ayrilishi, biliqning mavjudligi uchun hayotiy tahdid elib kelganidek, vatanning o'rlikdan, haqiqatdan va adolatdan ayrilishi o'xshashla vatanning mavjudligi uchun hayotiy tahdiddir. Mustamlikachilik, zulm va adolatsizlik mazkur hayotiy tahdidning ko'rinma yuzlari. Bu üç təhdid yoxdurmay turub, ör vətəndən, adaletlik millətdən söz eçiş mümkün emas. Qarşılıq göstəriş və mücadilə qilish orqali mustamlika ostidan qutulish mumkin. Lekin qulluqdan ozod bo'lishning o'zi yetarlikmi deganda, albatta yetarlik emas. Chuqur vatanning o'rlikka erishishimi kafolatga ega bo'lishi kerak. Bu vajidan har qanday bir vatan mujodilasida mustamlikachilikni qo'g'lab chiqarishdan sirt, shu vatanni zulmdan va adolatsizlikdan tozalash, adolat o'rnatish shartdir. Ana shu chog'da vatan na faqat ozod vatanga aylangan, balki hur vatanga aylana oladi. Burxon Muhammadning yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.